oil free restyling 318 talik Apollo-Tech. Bularga navigator tablolariga qo'yib berdim. Голосовое управление qilib berdim. Закрой окно. Просто также полноценно hammasi rusifikatsiyada bo'ldi. Hamma приложениялар, hamma настройкалар kirganinglarda ham hamma настройкалар rusifikatsiyada bo'lgan, shtorkalar ham rusifikatsiya bo'lgan. Kerakli launcherlar ham yozib berdim. Kerak qurollar, navigatorlar, YouTube'lar o'chib qolmaydigan, обновление so'ramaydigan YouTube'lar bo'ldi. Настройкаларni qilib berdim mashinalarni. Keyin bularda bilsanglar, pamять сидения постоянно chiqib ketib qolaveradi. Pamять сидениyalarni настройка qilib qo'ydim. Endi bir marta pamять сидения qilib qo'ysanglar, har safar qilavermaysizlar. Полностью kolonkalarni настройка qildim, dinamikalar yaxshi o'ynagan bo'ldi. YouTube'lar, kerakli приложениялар, любое приложение klient xohishiga qarab yozib bera olaman. Mashina полностью garantiyasi bilan qilib berdim. Kerak bo'lsa telefon qilib kelaverasizlar.